أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İngilizce Kur'an-ı Kerim dersiga 16. qism. Biz bu dersda yanıla Sura Baqaraninki oyatlarini o'rganishni davomlashtiramiz. 94. oyat. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Allah subhanahu wa ta'ala aldınqı bir neçə ayətlərdə əhli kitab, yəni Yahudi, Nəsaralarga Allah ta'ala kayıb bularning nurg'unlagan yaman sifatlarini Allah ta'ala bayon qilgan edi. Shularning birisi de bular faqat Yahud, Nasara bo'lgan kishilar jannat kiradi deydigan so'zlarni aytgan. Allah Ta'ala bularga aytadiki, say to them, if the home of the hereafter with Allah is indeed for you specially and not for others of mankind, then long for death if you are truthful. Bularga aytqin, agar oxirat uyi, ya'ni qiyomatdagi jannat oilasi Allohning huzurida yolg'iz sizlar uchun bo'lsa, specially degan, ya'ni asli special degan alohida degan ma'noda, special food, masalan alohida tamoq, special people, alohida odamlar degandek. Special ning yana bir ma'nosi xos degan ma'noda. Ya'ni Allohningki huzuridagi jannat faqat sizlar uchun xos bo'lsa va boshqalar uchun bo'lmasa, ya'ni hech kim jannat kirmay faqat sizlar ham kiradigan ish bo'lsa insonlardan, undaqda o'limni orzu qilinglar agar rostchil bo'lsanglar. Asl long degan bu so'z, yani long deb o'qiladi, uzun degan ma'noda ishlatiladi. Long for deb kelganda bu fe'lni ifodalab turadi, ya'ni arzu qilmoq degan ma'noda. 95-oyat. Va la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun biz-zalimin. But they will never long for it because of what their hands have sent before them, what they have done, and Allah is all aware of zalimun, polytheists and wrongdoers. Lekin ular hargiz uni arzu qilmaydi, ya'ni o'limni arzu qilmaydi, ularning qo'llari ulardan burun avatgan narsa sababidan. Ya'ni ularning qilgan ishlari sababidan, degan, ya'ni degan ma'noni tushuntirib berdi. Ya'ni ularningki qilgan amallari yomon bo'lganligi uchun bular qandoq? Ular hargiz o'limni arzu qilmaydi. Ve Allah zalimlardan umumen haberdar zattır. Yani zalimlar kimler? Polytheists, müşrikler ve wrongdoers, hatalık iş kılgıçılar, hata amel kılgıçılar. Demek bular ölümünü şuna arzu kılmaydı, bunun sebebi şu. 96. ayet. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. And verily, you will find them, the Jews, the greediest of mankind for life, and even greedier than those who ascribe partners to Allah, and do not believe in the resurrection, magus, pagans, and idolaters. Every one of them wished that he could be given a life of 1,000 years, but the grant of such life will not save him even a little from due punishment, and Allah is all seer of what they do. Ve ula sen verily, yani hakikaten sen ulani, yani Yahudilarni tapsan, insanlarninki hayatlıqqa en amraq ekanligini. Greedier degan, yani greedy'ning greediest en aşırması, greedier sel aşırması. Yani en açgöz degan ma'noda. Yani insanlarninki hayatlıqqa en amraq kishilar Yahudilar ekanligini topsan. Ve ular tahi Allohga shiriklarni nisbat beradigan kishilardan mu amraqroq, yani evin greedier degan, evin degan mu degan ma'noda keladi, yani taximi amraq ular. Yani Allohga shiriklarni nisbat beradigan ve yani qiyomat kuniga ishonmaydigan Mecuslar degan, mecus Arap söz bulup bu otperest, yani ateşperestler.
pagans mushriklar, idolaters butparastlar. Demak, shundoq odamlardanmi bakroq yahudilar hayotliqqa nihoyatda amroq. Ularning har biri shuni orzu qiladiki, u 1000 yillik umr berilishni orzu qiladi. Lekin ana shundoq umrni berilganlik uni ozg'inak bo'lsa-mu loyiq bo'lgan azobdan qutuldirib qololmaydi. Due punishment degan yani tegishlik azobdan hargiz qutuldirib qololmaydi. Va Alloh ular qilgan narsalarni, amallarini Alloh taolo hammani umuman ko'rib turuvchi zotdir. 97-oyat. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Say, O Muhammad, peace be upon him, whoever is an enemy to Gabriel, let him die in his fury. For indeed he has brought this Quran down to your heart by Allah's permission, confirming what came before it, the Torah and the Injil Gospel, and guidance and glad tidings for the believers. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, aytgin, onunğa xotirjamlik bo'lsin. Kimki Jibrilga dushman bo'lsa, whoever degan qandaq kim bo'lmasin, Jibrilga dushman bo'lsa, u o'zininki g'azabida o'lsin. Fury degan nihoyatda qattiq g'azab. Odatda angry deb ishlatiladi. Ochiqlangan fury intayin qattiq g'azablangan yoki bak qayg'uchimkan degan ma'nolarda keladi. Ya'ni kim Jibrilga dushman bo'lsa, ochiqida o'lsin. Chunki u Qur'onni sening qalbingga Allohning ruhsati bilan elib tushdi. Demak, u elib tushgan ekan, uni yaxshi ko'rishga tegishlik. Buni yomon ko'rgan odam g'azabida ochiqida o'lib olsin. Uningdan burun kelgan narsani tasdiqlab, jazmlashtirib tushdi. Ya'ni uningdan burun kelgan narsani Tavrotni va Injilni va hidoyat, to'g'ri yo'l ko'rsatkichi va mu'minlar uchun xush xabar bo'lgan Qur'onni Jibril sening qalbingga elib tushdi. 98-oyat. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Whoever is an enemy to Allah, his angels, his messengers, Gabriel, and Michael, then verily Allah is an enemy to the disbelievers. Kimki Allahga dushman bo'lsa, uning yani his cho'ng harf bilan kelganini biz alohida diqqat qilishimiz kerak. Allohga qaratiladi. His yani Allohning farishtalariga, uning elchilariga, yani jumladan Jibrailga va Mikailga. Bu ikki farishtaning nomi. Kim ana shularga dushman bo'lsa, haqiqatan Allah kafirlarga dushmandir. 99-oyat. Va laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. And indeed we have sent down to you manifest ayat, these verses of the Quran which inform in detail about the news of the Jews and their secret intentions, and none disbelieve in them but fasiqun, those who rebel against Allah's command. Ve hakikaten biz sana uçuk ayetlerini tushirdik. Yani ayet degan söz Arapça söz bulup, yani Qur'oni Karimninki har bir vers, yani bizning tilimizda buni ayet deb ishlatamiz. Har bir oyatlarini biz tushirdik. U which qan degan ma'noda keladi, ya'ni tafsiliy xabar qiladigan, in detail degan tafsiliy xabar qiladigan Yahudlarninki xabarlar to'g'risida va ularninki maxfiy niyatlari, secret, ya'ni kishilarga bildirilmagan niyatlari to'g'risida xabar qilib beradigan oyatlarni sana tushirdik. Va ularga fasiq kishilardan boshqalar inkar qilmaydi, kafir bo'lmaydi. Ya'ni Allohning buyrug'iga qarshilik qilgan rebel, fasiq degan ma'noda keldi. Allohning buyrug'idan chiqib ketgan kishilardan boshqalar bu oyatlarni inkor qilmaydi. 100-oyat. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. It is not the case that every time they make a covenant, some party among them throw it aside. Nay, the truth
yet most of them believe not. Ahval shu emasmi? Case degan holat, sharoit, qatorliq nurg'un ma'nolarda keladi. Ya'ni ahval shu emasmi? Qachoniki ular bir ahdini tuzsa, ularning bir qismi uni bir tarafga cho'ridi emasmi? Ya'ni shu ahdiga amal qilmaydi emasmi? Ne? Unda emas. Haqiqat shuki, ularning ko'pinchisi ishonmaydi. Ularningki shu ahdiga tumasligining sababi nima desa, bular kofir. Shuni bular o'zining ahdisida turmaydi deydi. 101 oyat. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. And when there came to them a messenger from Allah, Muhammad, peace be upon him, confirming what was with them, a party of those who were given the scripture threw away the book of Allah behind their backs as if they did not know. Va ularga Allah Taala tarafdan bir elchi kelganda, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelganda, ular bilan bo'lgan narsani tasdiqlaydigan, ya'ni oldin oyatlar degandek, ularning qo'lidagi kitoblarni tasdiqlaydigan Qur'oni Karim bilan kelganda, kitob berilganlarning bir qismi Allohning kitobini dumbilarining keyniga tashlab etdi. Throw degan fe'lninki o'tgan zaman, ya'ni tashlamoq, atmoq degan ma'noda keladi. As if degan xuddi dak ular bilmaydigandek, ya'ni ular hech narsani o'qimaydigandek, Allohning kitobini ularning bir qismi keyniga cho'rib etdi. 102 oyat. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. They followed what the shayateen, devils, gave out falsely of the magic. In the lifetime of Solomon did not disbelieve, but the shayateen, devils, disbelieved, teaching men magic and such things that came down at Babylon to the two angels, Harut and Marut. But neither of these two angels taught anyone such things till they had said, "We are only for Israel." So disbelieve not by learning this magic from us. And from these angels people learn that by which they cause separation between man and his wife, but they could not thus harm anyone except by Allah's leave, and they learn that which harms them and profits them not. But indeed they knew that the buyers of it, magic, would have no share in hereafter. And how bad indeed was that for which they sold their own selves if they but knew. Ular agashti shaytonlar o'qigan narsalarga, ya'ni give degan asli birish degan ma'noda, out chiqish, ya'ni sirt degan ma'noda, ya'ni sirtga chiqarish degan ma'noda bo'ldi. Ya'ni bu yerda o'qish degan ma'noda keltirilgan. Shaytonlar o'qigan narsalarga agashti falsely, ya'ni saxta, yolg'on bo'lgan sehridan. Süleyman'ın hayatlık devrida, yani o hayat vaqtida. Süleyman kafir bo'lmadi, lekin shaytonlar kafir bo'ldi, insonlarga sehr o'gitib va shundoq narsalarni o'gitib tushgan o Babilonda ikki farishta Harut va Marutga, ya'ni Babilondagi ikki farishta Harut va Marutga tushgan narsalarni, ya'ni sehrni o'gitib, ular qandoq bo'ldi? Kafir bo'ldi. Lekin bu ikki farishtaning hech qaysi nezir degan inkor ma'noda keladi. Hech qaysi hech kishiga o'rgatmaydi ana shundoq narsalarni, sehrini, toki ular demagicha biz faqatla
trial degan sinoq uchun keldik, imtihon uchun keldik. Şoňa kafir bolmagan bizden bu sehrni ögüniş bilen ve bu iki ferişteni adamlar ögünetdi. Er bilen onun ayalıda ayırış, yani şunun aralığını ayırıp ötediğin nesini cause degan yoki cause deb okulydu. Keltirip çıkarış degan ma'noda. Yani er ayal o'tirisidagi ayrılışni keltirip chiqadigan narsalarni ular shundoq ögünetdi. Lekin ular ana shundoq ziyonni hech kimga salanmaydi. Lekin accept degan bu ilgirki sözünü ayırıp aladı. Allah'ın ruhsati bilen live degan asli koyup vermek degan ma'noda ham keladi. Yani Allah'ın öz hali koyup beriş bilen yoki Allah'ın ruhsati bilen ular kishilarga ziyon salallaydi shu sehr bilen. Ve ularga ziyon yetkazadigan ve ularga foyda yetkazmaydigan narsalarni ögünetdi. Ve hakikaten ular biletdi. Uni setib oluvchilarninki, yani buyer degan buyninki bu ER'ni qetiş bilen buy meselen setiliş bolgan bolsa buyer setib algıcı degan ma'noga özgäreydi. U şu sehrni setib algıcı adamning ahiratda bir nesibe ülüşü bolmaydiganlygyny ular bilgen edi. Ve how bad degan nima degan yaman? Ular onunğa öz canlaryny satkan o narsa nima degan yaman? Yani jenini setib algan şu sehr nima degan yaman? Eger ular faqatla bilseydi. Dep Allah subhanahu wa taala bularninki Allah'ın ayetlerini koyup sehr bilen şogullanganlyga Allah subhanahu wa taala kaide. Ahirda biz yeni sözlüklerini ögünüp öteli. Specially khas, yani special asli khas yoki alohida degan ma'noda keldi. Li degan holatni ko'rsatib beradi. Long for arzu qilmoq. Greediest eng amroq. Buning asli shakli greedy, yani amroq bo'lsa greedier texim amroq, greediest eng amroq. Ascribe nisbat bermek. Partners şerikler, hamrohlar. Masalan, bir birga o'qiydigan o'quvchi, saboqdosh qatorliqlarni ham partner deyiladi. Idolatrous butparast. Fury g'azab. Manifest ochiq. Case holat, ahvol. Give out o'qimoq. Magic sehr. Harm ziyon. Şunun bilen bugünkü dersimiz müşahede ahırlaştı. Allah subhanahu wa ta'ala yana kelerki dersimizde sağ salamet görüşkeli nasip kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.